bolaga atlas ko'ya karashmaydimi? Shaman zovga ra'no gulga qarashmaydimi? Qiz bolaga atlas ko'ya karashmaydimi? Shaman zovga ra'no gulga qarashmaydimi? Yigit baxtin farzand bilan sanashmaydimi? Farzanding bor, yodgoring bor, davlating shudur. Yurt shovchi, uy pancha, savlating shudur. Qizim farzandim, ish bog'ida payvandim. Qizim farzandim, ish bog'ida payvandim. Bog'lanib barbandim, sog'inganda o'rtandim. Farzandim asal qandim, farzandim shakar qandim. Bo'lsa o'rni boshqa umring xoli. Ota-ona kecha kunduz o'ylar iqboli. Ardoqlaydi farzand ko'rib kamolim. Farzanding bor, umring o'tar tinch farog'atda. Asl farzand yashayversin chaman hayotda. Ey asl farzand muroddir, yonodira farhoddir. Asl farzand muroddir, yonodira farhoddir. Qizlar qanotur, farzand baxt saodatdir. Farzand baxt saodatdir, farzand baxt saodatdir. Tasannoning ofarin mehribon ona. O'g'il qizlar jasorati to'yga bahona. Yaxshi farzand o'stirganni qutlar zamona. Farzanding bor, umring o'tar tinch farog'atda. Asl farzand yashayversin chaman hayotda. Ey qizim farzandim, ish bog'ida payvandim. Qizim farzandim, ish bog'ida payvandim. Bog'lanib barbandim, sog'inganda o'rtandim. Farzandim asal qandim, farzandim shakar qandim. Farzandim asal qandim, farzandim shakar qandim. Bo'lishi mumkin emas. Nihol mukofoti sovrindori Oybek Mirzo. Oybek aka xush kelibsiz. Lekin sastavga gap yo'q, chunki
sozandalar begona emas. Ko'pchiligi shu yerda o'nib o'sgan sozandalardan. Bu sozandalarning yangi kasbimda gal ustida ko'rgandan xursandman. Bunaqasini kutmagandim lekin. Jamshidboy, Oybek o'tirib olingiz. Jamshidboy, men qarang, shu bolaga kasb olib bersangiz bo'lardi-ku. Nima kerak? O'zi kasbim Siz bor. kasb olib bermaganingiz uchun bu Oybek ham bilan yurtman hozir. Olib ketib qolmasa bo'ldi kasbim oxiri. Baraka topinglar, gap yo'q. Juda ham maza qildik. Menimcha tomoshabinlarimiz ham maza qildi degan umiddaman. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, Zo'r kanal muxlislari. Bugun ko'rib turganingizdek efirimizda jonli qo'shiqlar, jonli sozandalardan jonli musiqalar bo'ladigan umiddaman. Xudo xolasa efirimiz chiroyli bo'lishiga harakat qilaman. Xush kelibsizlar.